Assalomu alaykum, men doktor Boboy. Bugun sizlar bilan ko'krak qafasida ko'p uchraydigan og'riqlar, eng ko'p uchraydigan og'riq va uning sabablari hamda davolash yo'llari haqida gaplashib o'tamiz. Ko'krak qafasida, ayniqsa chap tomonlama ko'krak qafasi og'riq paydo bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda bemorlar shifokorga murojaat qilsa darrov EKG qilinadi. Agar EKGda hech qanday o'zgarish bo'lmaydigan bo'lsa, bu qo'rg'onlar nevralgiya deb qo'rg'on nevralgiyani davolashadi. Bemorlarda og'riq qoldirish dorilar ta'siri vaqtincha yengillash bo'ladi, lekin dori kursi tugashi bilan yana bu og'riq qaytadan keladi. Xo'sh, aslida ko'krak qafasidagi og'riq qo'rg'on nevralgiyami yo boshqa sababdan kelib chiqadimi? Shu haqida gaplashib o'tamiz. Ma'lumki, ko'krak qafasida katta ko'krak mushagi shu yo'nalishda va kichkina ko'krak mushagi mana bunday yo'nalishda joylashgan bo'ladi. Xo'sh, tanamizdagi har bitta mushak ma'lum bir organ bilan bog'langan bo'ladi. Masalan, katta ko'krak mushagimiz oshqozon va jigar bilan bog'langan bo'ladi. Qachonki oshqozon va jigarning bo'ylamlarida qisilish bo'ladigan bo'lsa, katta ko'krak mushagining funksiyasi buziladi. Ya'ni bunday bemorlarda ko'krakni ushlab ko'rganda ko'krak xuddi atalaga o'xshab turadi. Hech qanaqa tonus bo'lmaydi. Katta ko'krak mushagini kuchi ketgandan keyin buning yuklamasi kichkina ko'krak mushagiga tushadi. Kichkina ko'krak mushagida og'riqli nuqtalar paydo bo'ladi va bunday bemorlarda ko'krak qafasida og'riq paydo bo'ladi. Xo'sh, buni qanday davolash kerak? Buning uchun biz oshqozon va jigarning bo'ylamlarini tiklashimiz kerak. Hech qanday dorisiz davolashsa bo'ladi. Ya'ni qo'limizni barmoqlari bilan qo'rg'amiz osti sohasi bor. Qo'rg'amiz osti sohasiga barmoqlarimizni sekin-asta kirgizamiz va nafas akti yordamida har nafas olib chiqarganda barmoqlarni chuqurroq qo'rg'on orasiga kirgizib boraveramiz. Masalan, mana shunday holda kirgizib boramiz. Bu juda og'riqli bo'ladi, chunki qachonki oshqozon va jigarning diafragma sohasiga bog'langan, ushlab turadigan bo'ylamlarda qisilish bo'lsa, juda kuchli og'riq bo'ladi. Demak, biz barmog'imizni kirgizamiz va og'riqli nuqtada ushlab turamiz. Qancha ko'p ushlab turaversak, bu og'riqlar sekin-asta yo'qolib boradi. Ya'ni qisilgan bo'ylamlar sekin-asta bo'shashib boradi. Bo'ylamlar bo'shashgan sari katta ko'krak mushagida kuch tiklanadi va kichkina ko'krak mushagidagi og'riq yo'qoladi. Bu birinchi variant. Ikkinchi holat bo'lishi mumkin. Aynan shu kichkina ko'krak mushagi tanamizdagi limfa aylanishi uchun javob beradi. Butun limfa aylanishi uchun javob beradi. Uni qanday davolasa bo'ladi? Agar organizmda limfa aylanish buziladigan bo'lsa ham, kichkina ko'krak mushagida o'zida og'riq paydo bo'lishi mumkin. Buni davolash uchun bizda mana o'mroq suyagi va birinchi qorg'u o'rtasida nuqta bo'ladi. Shu nuqtani bosib turgan holatda ikkinchi sherigimiz bizning butun qornimizni pampash qilib chiqadi. Ya'ni qornimizni o'rtacha kuch bilan bosib chiqadi. Qorni o'rta kuch bilan bosib chiqish natijasida limfa aylanish tiklanadi. Natijada mana bu kichkina ko'krak mushagidagi og'riqlar yo'qolishi mumkin. Odatda limfa aylanish buzilgan bemorlarda sonning tashqi yuzasida ham og'riq bo'ladi. Sonning tashqi yuzasida ham. Chunki bu zona ham bizning limfa aylanishimiz uchun javob beradi. Agar limfa aylanish buzilsa, aynan mana shu sohada ham va ko'krak qafasida ham og'riq bo'ladi. Video sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.